Şu an böyle yaptı. Annemde telefonda Ben doğal. sonuçta kolda alış gerek. Qanday chiqaraman men? Qani hamshiralar. Ikkinchi og'ir kasalda mana qo'lda olish kerak. Nima kelmaysizlar? Chiqaraysiz, chiqarmaysizlar. Siz chiqarishni tuxmagan, tug'ish xavfi bor. 8 oylik. Surishni qilish kerak mana qo'lda. Mamadiyeva Sevara. Bilmayman, 3-chi kirgizmayapti. Qayerdan bilaman? Yotibdi faqat. Dori yozadi, yotadi. 2 soatdan beri turibman, eshikdan qilaman. Oboring. Hozirmi qo'lni olmayapti? Kirgizmayapti, u yoqdan ham, bu yoqdan ham kirgizmayapti. Kirgizasizlarmi, yo'qmi? Hamshira, mana bu qo'lni olib borasizmi, yo'qmi? Hozir qo'yib yuberaman qo'yadigan joyga. Mana. Ko'rasiz hozir. Olib bormaysiz? Qayerga? Kelsangiz mana shoshish tez yordam. Voy, nima siz narsasini oldingiz qo'limdan? Nimaga men davolash bo'limi deb demadingiz? Tug'ruqda 3-etajda dedingiz. Yo'q. Erta tug'ish xavfi bilan 8 oylik homilador tushish xavfi bor dedim. Mana kuzatib turganmiz 3-eda roziga olib bordim. Uyda yo'q ekan. Izlab Nimaga tushuncha bermaysizlar? Biz qayerdan bilamiz oddiy fuqarolar? Nima deysiz? Deydigan joyimga deyman. Bu deb aytdimmi? Deydigan joyimga mana endi deyman. Yo'qkasangiz aylanib bu navbat ber. Mana Qumqo'rg'on tug'ruqxonasi bu. Hamshiralar muomalasini ko'ryapsizlar. Şu an böyle yaptı. Annemde telefonda doğal. Ben sonuçta qo'lda olish kerak. Qanday chiqaraman men? Qani hamshiralar. Ikkinchi og'ir kasalda mana qo'lda olish kerak. Nima kelmaysizlar? Chiqaraysiz, chiqarmaysizlar. Siz chiqarishni tuxmagan, tug'ish xavfi bor. 8 oylik. Surishni qilish kerak mana qo'lda. Mamadiyeva Sevara. Bilmayman, 3-chida kirgizmayapti. Qayerdan bilaman? Yotibdi faqat. Dori yozadi, yotadi. 2 soatdan beri turibman, eshikdan qilaman. Oboring. Hozirmi qo'lni olmayapti? Kirgizmayapti, u yoqdan ham, bu yoqdan ham kirgizmayapti. Kirgizasizlarmi, yo'qmi? Hamshira, mana bu qo'lni olib borasizmi, yo'qmi? Hozir qo'yib yuberaman qo'yadigan joyga. Mana. Ko'rasiz hozir. Olib bormaysiz? Qayerga? Kelsangiz mana shoshish tez yordam. Voy, nima siz narsasini oldingiz qo'limdan? Nimaga men davolash bo'limi deb demadingiz? Tug'ruqda 3-etajda dedingiz. Yo'q. Erta tug'ish xavfi bilan 8 oylik homilador tushish xavfi bor dedim. Mana kuzatib turganmiz 3-eda roziga olib bordim. Uyda yo'q ekan. Izlab Nimaga tushuncha bermaysizlar? Biz qayerdan bilamiz oddiy fuqarolar? Nima deysiz?